Olmaliq qadamas, olmaliq. Metro. Bozor favqulodda vaziyat. Mana hamma kiyim-kechaklar ortishyapti. Skuterlarga o'tirib yo'qdi. Zapravkaga o'tmasin deb turibdi. Zapravka bor. Xudo o'zi asrasin. Hatto zapravkaga o'tmasligi uchun mana harakat qilyapti. Juda katta yong'in bor. Xudo o'zi asrasin mana kirib ketishyapti odamlar, yuklarni olib chiqishyapti. Mana bozor edi bu. Bozor ichida katta yong'in bo'lgan. Zapravkaga o'tmasligi uchun harakat qilishyapti mana. O't balosi, suv balosidan Allohning o'zi asrasin. Sexga keldim. Sex yonida, shunda mana shu Mustang zapravkani yonida katta yong'in bo'lyapti. Mana yong'in hozir Mustang zapravkaga ham o'tib ketib qoldi. Orqa taraf. Portlaşma karayla. Voy bilam onu. Zana mahalladan ko'rinib turibdi. İpodrom yonyapti. Naryoqda. Qaranglar. Mashshi. Sho'tgacha kelgan tutdim. Asallarim, go'zallarim. Beshqo'rg'on bozor. Mana qaranglar. Bu İpodrom Abu Sahiy Center. Bu do'stlikning orqasida Beshqo'rg'on bozor bor. Yong'inni qaranglar, yonishini, lekin malades o'zbeklarimiz shunaqa tezlikda pojarnilar kelyapti, hamma yordam beryapti.
joniga yaqinlashib bo'lmaydi, juda dahshat. Juda ham katta pojar. Yomon dahshat pojar bo'lyapti. Osmonni qaranglar. Yog'i Beshqo'rg'on o'sha Do'stlikning orqasida. Yo Abu Saxiy sentr, bu tomoni Bekbaraka. Konkretni yong'in, lekin молодцы pojarnilarimiz ishlashyapti.